Koreyaliklar sog'lom bo'lish uchun ushbu 5 ta mashqni doimiy bajarib yurishadi. Siz ham ushbu mashqlarni bajarsangiz, juda ko'p shifokorlar pensiyaga chiqib ketishiga sababchi bo'ladi. Birinchi mashq, mana bu bizning umurtqa pog'onamiz. Har kuni 10 marta mana shunday mashq qilishimiz natijasida umurtqamiz sog'lom holatga keladi. Ikkinchi mashq, mana bu bizning davleniyamiz. Har kuni 10 marta mana shunday mashq bajaramiz va davleniyamiz normalashishiga eng asosiy sababchi bo'ladi. Uchinchi mashq, ya'ni mana bu bosh barmoqlarimizni har kun 10 marta uramiz va natijada bizning tomog'imiz va burnimiz shifo topishiga sababchi bo'ladi. Va to'rtinchi mashq eng asosiy va eng foydali bo'lib, har bir inson har kuni mana shunday barmoqlarni 10 marta mashq qilsangiz, qon tomirlarida qon aylanish normallashadi, bosh miyaga kislorod yetib kelishi natijasida xotira mustahkam bo'ladi, yurak mustahkam bo'lishiga sababchi bo'ladi. Va 5-mashq juda ham foydali, ya'ni allergiya bezovta qiladigan insonlar barmoqlarni oralig'iga mana shunday 10 marta har kuni mashq bajarsangiz, allergiyadan xalos bo'lishingizga sababchi bo'ladi. Ushbu mashqlarni kuniga 3 mahal, ertalab, obed va kechga 10 martadan qilsangiz va natijada ko'p aptekalar va shifoxonalar yopilib ketishiga sababchi bo'ladi. Siz yaxshi ko'rgan insonlaringiz sog'lom bo'lishini istasangiz, albatta ushbu videoni ularga jo'natib qo'ying.